Səhərdəki keç güz. Abduri Əziz Eysa Əlkün. Mikrofon aldıda Aygül Yusuf. Əlkün tordan elindi. Açıq qəhvəyə aralışıb gələn səhərdəki keç güzдің duyğularımı özgəcə. Təbiət əzəldən rəhimsiz. O heç vaqt sizning ko'ngil rayingizga baxmaydi. Hammamizning hayoti mana mushu shafqatsiz tabiat bilan murassasiz davolashib, o'zimizmi tuymagan holda tez o'tib ketadi. Chunki haqiqat bizga shuni aniq aytadiki, odamning o'zi yo'qotgan narsasiga qaytadan erish yo'lda oqtirgan mehnati va qilgan ajrdanmi ortiq bu hayot qimmatini o'ziga his qildirolmaydi. Shunga inson qalbidan nozik, buyuk va muqaddas e'tiqod, muhabbat va nafrat texi odamzod dunyosidan boshqa bir dunyoga taalluq bo'lib baxmadi. Men bugun saharda bir qancha yil burun ko'z hijron emas deb lirik yozgan visoldan uzoq, hijronga yaqin bu g'eyribona charbeg'imga qadamlarimni eg'ir elib kirib keldim. Bugun bu charbog' ko'zning hasratlik yoshlariga liq to'libdi. Uning bo'yniga esilgan hijronning mudhiy zanjirlari necha yildan buyon kecha va kunduz to'xtamay eqiyotgan ochiq, azobliq va nafratga to'lgan yosh taptidan chok chekidan datlashib, o'zilib, rahimsiz zulmatning har halqalari pari bo'lib ketishga sanoqli kunlar qolgandekla bilindi. Mushu damlardek insonlarning ichida eng mehribon, ham vafoliq, aqlliq, ham savralik xalqimizning beshiga qabohatlik eg'ir kunlar kelgan yillarda aytgan chorisizlik bilan nafrat, kelajakka bo'lgan orzu va umidi garalashgan ushbu qo'shig'i yodimga keldi. Urarman, ohlarim tutqay seni. Ko'z yeshim daryo bo'lib, beliqlarim yutqay seni. Ey canon, sen chidam va g'ayratning ming kishilik yuklarni sabrning yengilmas karvon yo'lda ko'tarib mangding va mengvatsan. Ömrüngdə toğulub körüb baxmağan hamma xo'rliqlarga chidading, ammo hech bir vaqt insonlikqa bo'lgan e'tiqodingni, mehri muhabbatingni yo'qotmading. Haqqoniyatning hamon razillik ustidan g'olib keldiganligiga ishonding va ishonib yashading. Shunga men senden faxrlanaman, garchi seni yeningda turib qo'g'dash menga nisib bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo sening omonliging uchun men va mendek tinchlik va adolatni suydigan butkul insonlar sana qalbidagi eng go'zal tilaklarni hadiya qiladi. Shunga men senden faxrlanaman. Gerçi seni yeningda turib qo'g'dash menga nisib bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo sening amonliging uchun men va mendek tinchlik va adolatni suydigan butkul insonlar san qalbidagi eng go'zal tilaklarni hadiya qiladi. Uyg'ur uchun bu hayot o'lish emas, odamdek yashash uchundir. Muhabbat sevish uchun emas, sevilish uchundir.
Bu dünya muhabbet bilen güzeldir ki, muhabbet adamlar arasidagi cemiki nefret ve öçmenlikni yo'qotadigan hayotning malhimidir. Elkün 2019 yılı 5. oktyabr